Salam tordaşlar, həmmənlərə və güldün güzel bolsun. Mən şayalıq dostlarla Aygüldün həmmənlik mikrim bilə salamlarım yasun. Şunda qılıb bu Qashqar Yansalı qızvanı 7 gün Ürümçiga əkilib özən bir qolluq təkşürtüb, təkşürüş nəticələri çıxıb, həmmən təkşürüş tügəndən keyin bu qızvanı Qashqar Yansağa poyizli yol sep qoyulmaqdım. Bugün yol sep qoyulmaqdım. Bu xoşuşumuz Yansalı qızvanı. Çay kucuğunu aymağa. Çay kucuğu bir rahmet az bildiriyorum. Benden hoş buldunuz mu? Hoş bulduk. Aşkım sen buradaki bir tukandaki ötümüz. Siz sakayıp kalsınız, nurgun çoğun işlerini kılalaysınız. Yüzünüzün işini, kesin sakayıp gidiyordu. 100% yaxşı öptüksüz. Cumum? Ben sizlik çidim ayvadım, ağırlış minutlarda. Siz bana çidim ayvadsınız. Şundak. Yaxşı öp kalsınız, ben hoş. Siz mi benden hoş. Hemimiz özümüzün balası, özümüz baksak. Bu qızal bilan birga o'tirib bir vaqt tamoqni yeb, nurg'un yaxshi bo'lgan gaplarni qilib, o'zingizni asrang, charchimang, ortiq ishni xiyol qilmang, kasal tatsangiz ham o'zingiz tatisiz, bola haq tatish bermaydi deb nurg'un yaxshi gaplarni qilib, nurg'un aktiv energiyalik madad so'zlarini deb bir qacha tamoqni issig'ida bir yeb, yumshoq tamoq yeb, men yo'l uzun, yo'l azobi, go'r azobi deb Qashqarga bag'chilik sefer uzun deb mashunaq bir-birimizga chidamagan holatda, bir-birimizga qiyamagan holatda bir qacha tamoqni o'ltirib bildi yedik. Mana tordaşlar, hazır şu Qashqar Yansalı qizvanli Xo'jazanga yo'l sağım keldim. Şu Ürümçi Xo'jazanda hazır. Birinin küçüğü birçi oludu, köpünün küçüğü köpçü oludu. Bolsa bir xalq qo'lingizdan kelsa bir koydum bolsun mush qizbala bir yordam qilib qo'ysanglar tordaşlar. Bu Qashqarlik qizal meni eshitmam emas. Hazır şu Xo'jazanda haydi provat bul. Bu şeyden hazır yol sepib geldim bu şeyge. 1到8号车厢，9到18号车厢，大号的车厢到对面的1B车。检票时需要进行人脸识别啊，戴口罩和帽子的旅客提前把口罩和帽子摘下来上。 Shundaq mush Xo'jazanda xo'shlashgan bo'ldik. Bu qizbola Ürümchiga tunji qatim kelishi bo'lg'ashqa Abnum rayonga bundan burun kelib baqqan qizol emaskan. Shunga o'zim bir qo'lliq mashu kimlikni takkizib o'tidigan yerga kagichilik mashada billa payduydi bir yarim soatdak Xo'jazan ichida turib, payduydi tizilib, oxir mashada xo'shlashgan bo'ldik tordoshlar. Bu Qashqar Yansalı qizbola 70 yosh kirgan opisi, 14 yosh kirgan qizi bir Qashqar Yansaning qizil deydigan bir jangallikda bir bekşiroq chat bir yez ekan Namrat shu yerda yashaydi ekan tordoshlar. Bu qizalninki men bilan hech qanday qandoshlik ya urug' tuqqanlik munosabatim yo'q. Ichim og'rib, hech qanday rohat ko'rib boqmabdi umrda. Bir Ürümchidagimi kelib boqmabdi, poyizg'imi tunji qatim chiqishga deb shunday qo'limdan kelishdi, shunday yordam qilib qo'ydim. 7 kun çoğun doktorxonada tekshirtib, japat tassam, balamni tashib etib turibmish qizbola uchun 7 kun bo'pti deb qo'limdan kelishi mush ekan, shu bo'lsin qilib qo'yay deb shu osti karvat kip ketadigan Qashqardan kelgicha, Ürümchidan ketgicha poyez biletlarini o'zim elib, yo'lga selib qilib qo'ydim. Bo'lsa, hammamiz birinin kuchi bircha, ko'pning kuchi ko'pcha deb mush qizbola dori saqiydi dedi Xo'tandik Abdulla Mahmud ustam. Shu mush qizbolaning telefon nomerini deb bersa, mush qizbolaga bir koy olsa, bir koy, 2 koy olsa, 2 koy yordam qilib qo'ysang tordoshlar. Telefon nomeri 173 97 59 27 58.